ko'r holda tiril tururmiz deydi Alloh. Birodarim, siqilma. Rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni albatta keladi. Ha, yozilgan kuni keladi. Erta ham emas, kech ham emas. Shoshilma. Sabablarni qil, Allohga tavakkul qil, o'ylanma. Minglab insonlarni hayotini o'zgarishiga, gunoh yo'ldan to'g'ri yo'lga qaytishiga sababchi bo'lgan ustoz Abdulloh domlayu, lekin bilib bilmay bosilgan laykka 3 yillik turma jazosi. Kechirasiz, hozirgacha chiday olmayapman. Bu haqiqatning yo'qligimi yoki qiyomat qoyinining yaqinligimi? Mening shaxsiy fikrim, biron o'zbek zamon domlani yomon demayman, lekin O'rta Osiyoda shaxsan men uchun eng zo'r domla Abdulloh domladir. Mening shaxsiy hayotimni o'zgarishiga, dunyo qarashimni kengayishiga sababchi bo'lgan ustoz Abdulloh domladir. Manfaatli ma'ruzamizni kengroq tarqalishi uchun agar malol kelmasa, bir dona laykingizni unutmang. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Alloh taoloni zulmdan poklash bu tasbih bo'ladi. Tasbih nima? Tasbih Allohni har qanday aybdan, nuqsondan va xususan zulmdan poklashlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarning o'rtangizda ham buni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm qilmaydi. Nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa, shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga mukofot bergan bo'lsa, unga fazl ko'rsatgan bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, ustimizda qanaqa bir xayriyat, yaxshilik siz bilan bizga yoqadigan bir ko'rinish bo'lsa, biz bunga loyiq bo'lganligimiz uchun berayotgani yo'q buni Alloh. Balki fazl ko'rsatyapti. Agar adolat qilsa, yer yuzida hech narsani qoldirmagan bo'lar edi. Qiyomat kunida Alloh taolo adolat qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Bizi qilayotgan savobli amallarimiz bu jannatning mukofoti, jannatning xizmat haqqi emas. Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz. Qilgan amallarimiz ana shu jannatdagi darajamizni belgilaydi. Demak, Alloh taoloni zulmdan poklashligingiz bu tasbih bo'ladi. Alloh taolo hargiz bandalariga zulm qilmaydi. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Astagfirullah, la zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Qiyomat kunida hech kimga Alloh zulm qilmaydi. Fama kana Allohu liyazlimahum. Bas Alloh ularga zulm qilguvchi bo'lmadi. Bir qavmni balo bilan, ofat bilan qirib, yakson qilib yo'q qilgan bo'lsa, orqasidan aytayapti Alloh taolo, Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ular o'zlariga o'zlari zulm qilishib oldi. Wala yuzlamuna fatila. Qiyomat kunida ularga qilchalik zulm qilinmas. Demak, subhan robbiyal a'lo, subhan robbiyal azim, subhanalloh deyotganimizda Alloh taoloni har qanday aybdan poklayotgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga